Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir biz Uyg'urlarningki bu chet eldagi bolalar tarbiyasi to'g'risida suhbat o'tkazmoqchi. Turkiyadagi Uyg'urlarning bolalarini, yani farzandlarini qanday tarbiyalash masalasi haqiqatan muhim masalaning biri bo'lib qoldi. Uyg'ur ota-onalar, ya'ni biz bolalarimizni tarbiyalash uchun har qaysi vosita, har qanday ba'zi vositalarga murojaat qildik. Kurslarni ochib vaqtda ona tili sinfi ta'sis qildik. Nurg'un leksiyalarni o'rinlashtirdik, lekin yetarli bo'lmayotdi. Men shunda o'ylayman, albatta ba'zi masalalar ko'ryapti. Shunga bu temada uzundan beri bosh qotirayotgan, tadqiqot olib borayotgan Abdurim Davlat do'stimiz o'ziniki ko'z qarshısida so'zlab o'tmoqchi. Sizcha Turkiyadagi Uyg'urlarningki farzand tarbiyasi qanday masala bor? Ben Türkiye'ye 2017 yıl 4. ayda geldim. Hazır kadar 3 yıl oldu. 3 yılın yakın fakat gözetkenlerimge asasen özümün his kılganlarını ortaklaşıp bakay. Eğer takım uzun tuğan bolsam belki takım köp hulası girişim mümkün. Ama onun etrafındaki yakın yuruklarının tunuş bilişlerinin özünün ballarına mağarip cihati tutkan pozisyonu ve usuluğa asasen bazı meselelerini his kıldım da böyle. Birisi mutlak köp kısım ata-onalar kelgendeki Türkçe öğrenmegechke balalarning maktabdagi ders neticesini zaten qanchalik ekanligini amaliyat inib bilmaydi. Bunun başlangıçta hemen qarab baksam başlangıçta yani 4-sinfni bitirib bo'lguncha asosan balalarga numar qo'ymaydi. Konkret numar bermaydi. Numar bermaydi ekan. Shuning bilan faqat mavzum oxirida balalarga taqdir, teşekkür degandek narsalar bergan. Bu hammasi yaxshi gap bo'lg'achqa ota-onalarning ko'pinchisi balam taqdir aldı, teşekkür aldı, yaxshi o'qiyotdi deb o'ylaydi ekan. Mesela 2. sınıf, 3. sınıflardan başlap balalarga o'qiydigan kitaplarni berdi ekan. Balalar hikoyalar, cho'chaklar, anadaki adab axloq, anadaki ma'lumotlar, ijtimoiy bilimlar, yani sosyal bilgiler deb ataydigan darslarda xeyli murakkab mazmunlar bor ekan, ko'rib baqdim. Ama balalarning zodi shuni qanchalik o'qiganligini, qanchalik anqaganligini nurg'un ota-ona bilmaydi ekan. Endi men kuzatib his qilgan narsa, agar ota-onalar yig'inlarga qatnashib o'qituvchilardan so'rasa, mening balamning ahvoli qandayroq deb. Bu dalga boshlang'ich bolalarga nisbatan umumiy jihatdan bir ilhomlantirish metodini qo'llangan bo'lg'achqa, balaga zoid yaxshi deydi ekan. Bu zoid yaxshi degandan ota-onalar balam yaxshi ekan deb o'ylaydi ekan. Ammo to'liqsiz chiqqandan keyin resmiy bolalar imtihonlarga qatnashib, sinovlarga qatnashib, numri chiqishga boshlagan vaqtda, anadan keyin bizning bolalarning natijasi biz asli bilgandek, o'ylagandek vay unda yaxshi emasligini ko'rdik ekanmiz. Gipnozdan tuqqan bir narsa tuturibdi. Men jiq narsalarga ota-onalar gibi shahid bo'ldim. Boshlang'ich maktabda o'qiyotgan bolalarni mening bolam birinchi o'qib o'qitdi degan gap jiq anglagandim men. Birinchi o'qib. Buni hayron qoldirgandim. Demak, ota-onalarni boshlang'ich maktabniki qanday numar berganligini bilib ketmaydi degan. Shunday. Hatto kelib qoldi shuningdek. Hatto shu taqdir, teşekkür haqida men anglagan bir ve benim balam teşekkür edip gelip şundan netice yaxşı geldi. Aslında teşekkür takdirden tüven. Yine teşekkürün qaysı dereceye, takdirin qaysı dereceye vekillik kılganlığını ata-onalar bilmeydiken deydi. Bu yerden de ben çıkargan xulasa ata-onalarning balalarının hazırda ailedeki edep ahlak terbiyesini demedik ku. Fakat mektepteki o'qish neticesiga nisbatan bu ata-onalarning yeterlik astoydiligi, balalarga aralashishi yeterli emas. Yani ben okuyan materyallerde İngilizce parents involvement, yani ata-onalarning aralashışı. Yani ata-onalarning balalarının deresiga aralashışı, bu aralashısh deganlik zaten topshiriqlarni ishlab berishi, har kun nazorat qilishi, kallasida o'tirishi deganlik emas. Eng aqalli kechda balalar kelgan vaqtda balam bugun darsda nimalar o'tdi? Xohlasang bizga so'zlab beramsan deb so'rab qo'yish. Topshiriq bormi? Topshiriqni ishladingmi? Hafta oxirida nima ish qilasan? Diğerlerine her vakit sorup duruş, an kitap okuyatamdı, okumayatamdı diğerlerine haber yapıp duruş. Yani müşinçilik faaliyet, ata-onalarning aralashışı deyimiz. Yani müşinçilik faaliyetine kınmaydı. Tədqiqat neticeleri bu aralashgan ata-onalarning balları bilan aralashmaydigan ata-onalarning ballarının o'qish neticesine ait zo'r farqliligini o'tirib qo'ydi. Müşaddel so'rab turish, ogohlantirish bilan balalarni qattiq boshqarish tarafami yo'qmi sizcha? Bor. Men ko'rgan narsa mundaq. Ben Türkiye'deki ata-onalarning pozitsiyasini biraz his qildim. Burada ikki xil pozitsiya mavjud. Birisi balalarning turmushiga kirib olish. İkincisi balalarning turmushidan butunlay xabari yo'q.
Yani ikki xil qutb bor bu yerda. Radikal ikki pozitsiya. Shundoq. Kirivelish deganimiz bu inglizchada helicopter parents deb bir gap bor. Ya'ni tik uchar ota-onalar. Bu xuddi tik ucharga o'xshash bolalarning butun ishlarini nazorat qilib turdi. Nega bordim? Nima ish qildim? Ya'ni shular bu bolalar erkin bo'lolmaydi. Ota-onasidan qochadigan, asta-asta uydan qochadigan bo'lib qoldi. Asl o'qil ota-onalarning bolalarni yaxshi tarbiyalash maqsadi bor. Ayt yaxshi tarbiyalagisi bor. Ammo bu ziyoda nazorat aksiga unumladi. Ammo ikkinchi xil ahvol bolalarning nima ish qilayotganidan xabari yo'q. Bu nima ish qilayotganidan xabari yo'q deganimiz eng aqallisi bolasi tushdan keyin maktabdan tushdi deydi. Normalda piyoda kelsa uyga 15 minut kelib turishi mumkin. Ammo bu bola 1 soat, 1,5 soat keldi. Unda bu ota-ona bolasidan balam nima deb keyin qolding, nima ish qilding deb so'ramaydi. Balam keldi-ku deb qaraydi. Andan keyin balam kimlar bilan aralashayotdi, kimlar bilan yaqin do'st. Bularni uqmaydi, bular bilan kari yo'q. Endi buning eng xatarli tarafi yoki bolalar tadqiqot, farzand tarbiyasi tadqiqotida ishlangan muhim bir tajriba bor. 70-yili bir amerikalik bir ayol professor. Yani ata-onalık stilini 4 xil stilga ayırgan, 3 xilga. Onun birincisi, 4-incisi keyin qo'shilgan. Shuningda qo'yib o'tadigan ata-onalar da bir tip bor. Yani bolalar bilan kari olmaydi. Meni kuzatishimcha bu Uyg'urlarning biz vatanda vaqtda baylarning qatlamini aytib berdi. Yani butunlay bolalarni dinni asos qilish, dinni qilib berish, nimani tutsa elib berish, masalan, eng yaxshi maktabga berish, eng yaxshi o'qituvchini o'qitishdan boshlab, ammo o'zining nazorati yo'q bolasiga nisbatan. Bu xil bolalarni hamma ishni boshqalarga tashlab berish. Endi bu xil bolalarda ko'riladigan eng cho'ng xatarlik masala bolalar axloqiy jihatdan topdan chiqib ketdi. Bu gerçi Amerikada ishlangan tadqiqot bo'lsa-mu, bu keyingi yillarda dunyoning har qaysi madaniyat Cambridge'dagi tava tadqiqotchilar tomonidan tekrar ishlangan tadqiqot. Muayyonlashtirilgan. Shunda hatto men Malayziyada mushuni qayta ishlagan narsalarni o'qidim. Hammasi shu natijani quvvatlaydi. Ya'ni qo'yib etilgan ota-onalarning bolalarning ko'pinchasining topdan chiqib ketish ehtimolligini aytib yuqori. Chunki boshqarilmadi, kuzatib turilmadi. Mesela biz o'zimizning bolaligini o'ylab boqaylik. Bizim hayotimizda mesela biz tamaki chekishni misol olsak, biz tunji tamakini agar chekdik deb qolsak, dadimizdan akimizdan o'rganmaymiz, do'stlarimizdan o'rganamiz. Tunji yomon ishni do'stlarimizdan o'rganamiz. Ammo ota-onalar bu jihatga nazorati bo'sh bo'lib qolsa ne var? Men Turkiyada ko'rgan ahvol shu. Ya'ni Istanbulda nurg'un ota-onalar bolalarini kechki nima ish qildi, kimlar bilan do'st degan ahvollarni bilmaydi. Sinf mudirining ismini so'rasangiz bilmaydi. Hatto ba'zi ota-onalar bolam nechinchi sinfda o'qiydi deb so'rasa, onasidan so'raydi. Nechinchi sinfda o'qiydimi o'g'li? Ya'ni bu qadar xabar yo'q. Bu qabul qilinadigan bir holat emas. Hozir birinchi stilda o'tdi, ikkinchi stil qachon dal ta'tir bo'lishi mumkin. Endi uni ikkinchisi, 3 bo'ldi bayon. Birisi mustabid ota-onalar. Hamma ish qilishib mana bayon qilgan bolalarning turmushiga kirib oladi. Hamma ishiga xuddi kameraga o'xshash keyindan yuriydi. Andan keyin bu mustabid ota-onalarning alayidligi biz balki Uyg'urlar ko'pinchimiz balki mushundaroq kelgan bo'lishimiz mumkin deb o'ylayman. Yani jamiyatning xarakteriga munosib. Ya'ni bir oilada butunlay ota-onaning degani mutlaq haqiqat. Bu bola 14-15 yosh kirsa-mu, uyda so'z sahibi emas yoki masala haqida fikr qo'shanmaydi. Masalan, eng aqalli bir misol kechda ana lag'maygan bo'lsak desa, dadasi yoki onasi polayimiz itib bergan igina desa bu bola meni lag'maygan batdi deyolmaydi. Ya'ni ota-onasi nima desa, shunlar bu xil bolalarda asta-asta o'zga bo'lgan ishonch tuvallaydi. Ota-onasi tomonidan muayyanlashtirilmagan bo'lg'achqa asta-asta hatto oilaning ishlariga aralashishni qechishga boshlaydi. Bu xuddi bunday narsani tasavvur qiling. Bir mustabid davlatda xalq vatanni suyay desini suyishga amalsiz. Chunki butun ish shu hokimiyat tomonidan qaror qilingan bo'lg'achqa, xalq bu hokimiyatni nazorat qilolmaydigan, bu ishini to'g'ri xato deb baholayolmaydigan bo'lg'achqa, asta-asta davlatning ishlariga aralashishdan voz kechdi. Chunki hech kimga foydasi yo'qligini ko'rdi. Xuddi oilani shunga o'xshatsak, bu bola uyning ishiga aralashmadi. Uning fikri hurmat qilinmadi, ilik ilinmadi. Unda olganda inson qatori qo'yilmadi. Eng muhimi bu yerda bola bilan ota-onaning munosabati buzilish qarab qoldi. Unda olganda bu bola
üzünü muayyenleştirgen bir sahneni öydün tapamağa vakitte aslında sirttin izleydi. Ben İstanbul'a bağlı vakitte nurgun ata-Allah'ın 15-16 yaşlık balalarının azı öykü kemmeydğanlıqını, üzülen paralaşmaydıqanlıqını, paralaşmaz bopqağanlıqını, daim sirtli ikenlikini sözledi. Demiş bunda alap qalğan degan bir sualını soraşlayapsın. Bunda ailede şu balazata xoşalıq barmı yoxmu? He. Şunu qaraş kerakdi. Hazır dedim, her qanday bir insan üzünü namayan qılalaydigan bir sahnege muhtaç. O balalar emas, çoğunlar şundaq. Eğer bu bala ailede ata-anası tərbiyyəsini yeterlik muayyenleştirilmese, yeterlik hürmetke nail olanmağa vakitte, mesela koçidiki lükçek balalarla araştı değil. Bir cidellik atmışıp, birisine nait kanmaşıp bir muş atkan bolsa, kaltıs kensene diyen bolsa dostları. Bu bala huzurludur. Çünkü o muayyenleştirildi. O şuna ihtiyaçlı. Onda oğan ki, o üzüne erkin his kılgan, üzü hürmetlengen bir sorundan teselli tapıdı. Şunu olayım, bu ata-ana oylaydı ki, bu burun onda emesti, hazır şunda bop kaldığı dedi. Esli burun onda emesti emez. Esli ata-analar bu balayla boğan münasibetini bayan bilgende şu müstebit usulünü kullanış arkalık yiraklaştırıp boğan. 15-16 yaşına kirgendiğin keyin o bala azıcık kap yürekleşike başlaydı. Ya da karanlıqdan kokmaydıgan bolsa en akallisi keşlikte kalsa kokmaydı. Onda oğan için o üzü erkin his kılgan, üzü boşluk bireyligen bulunuladı, uşallık izleydi. Ama ata-ana bunu düşünmedi. Hani ikinci siz degenimiz hem de. Müstebit ata-analardan keyingisi Türkçe bunu demokratik ata-analar deb tercüme etdi. Ben bunu nüfuz tipik ata-analar deb tercüme etdim. Yani bu bayanki ikisine otursa da. Yani hem kuvvetmeydi. Orta yolunu tutqanlar. Hem kuvvetmeydi, hem bütünlüğe araşanmaydı. Yani ailede inek bir kaide var. Adli etsem. Bu kaide ata-ananın nazaretçiliki ve balasının fikir kuşuyla düzülgen. Mesela bu tətilde biz sayahat kılayırdık deb öydü bolsa, bu bala hiç olmasa, da ötkeyle biz Kardeniz derki bağlandık, bu yıl Antalya'ya barandık ya diyeleydi. Şunu bilen, esli dadısı yaki anısı, Yalova'ya böyle şey oylagan bolsun mu? Ama balasının fikrini ölmez kalıp, boldu balam, şunda kılaydı deydi ya ki, balam Antalya'ya barsak, mihmakan nait kımmet ki, biz baldur zakas kılmaptık, Mayaga bağlan bolsak, sen qanday deysen de mandarak telaffuzu paralaşıdı. Onda qo'shib bunda oila yetib chiqqan bolalar bizni tuyg'usi yetib chiqdi. Shunda masalan ham oila bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi bo'ldi. Hamda o'ziniki mustaqil va erkin inson ekanligini his qilib cho'ng bo'ldi. Shunda. Chunki bu yerda hem bir qoida mavjud, hem qoida ichida yine aqlga muvofiq bir erkinlik mavjud. Ikki xil tipda birisi butunlay qoida bilan bolani ezish, ikkinchisi butunlay qoidadan yo'qsul holatda uni to'liq erkinlikka qo'yib o'tish. Endi bolalarni unda qo'yib o'tish xuddi nayeti dolqullab suv eqib turgan bir o'stanning endi o'ynagiga ruxsat qilganga o'xshash ish. Bu bola har vaqt o'stan tushib ketishi mumkin. Undaqda bizim şu chet eldagi yoki jumladan Turkiyadagi Uyg'ur oilalarida asosan ko'rayotgan masala birinchi ikkinchi tipdagi masala deb qarash bo'lsa. Umumyuzlik demasakmi, asosan ko'p qism oilalar shunday bad deb qaraymiz. Biz şu prezident terbiyesini yaxshi qilishimiz kerak deb qaragan bir turkum yosh ota-onalar. Bu bekar yosh ota-onalarni ko'rdi deb o'ylayapman. Elki g'aribni erkin tarbiyaleydi ekan, g'aribni qo'yib etdi ekan deb o'ylab, xato tushunib qolib buni butunlay qo'yib etish yo'lini tanlab olgan ota-onalar. Amaliyotda bunday emas. Materiallarni darsini ko'rib baksa, elki çek terbiyesi, yani balaning haddidan eshib ketmasligi zarur bo'lgan chegaralarni aytib, Hasilla aniq. Chegaralarni aytib. Ama biz bayan degandek üzümüz tulup düşenmeyi turup da vay erkinken. Yani bir cihetten bütünlüğü erkinlikini bu koyuluşuyla iki kutup kıymetimiz. Ama demokratik bir aile muhiti yaratış, ballarının üzünümü namaya kılışıga, psik cihetini sağlam yitilişige, hatta ders neticesi kadar naitti. Undaqda sizga ikki qutbni ayirib ketishi ya da demak ki bu yerda bir ilmiy metodni yo'qligini iforalab turdi. Shundami? Shunda. Üçüncü xil metodda cho'qim bir ilmiy metod tayinib, bolasini yaxshi tushunish, o'zini yaxshi tushunish, atrofni yaxshi tushunish uchun ilmiy metodga tayansa, hamma ishni bir dialog bilan, suhbat bilan, chiroyli gaplar bilan tayangan bo'lg'achqa hal qiladi deyiladi. Birinchi ikkinchi usul tarbiyasini ait oddiy amaliyotda. Shunda. Darhalla kesib hukm chiqardi. Uchinchi usul tez ama uyum ko'rilgan usul. Shunda.
Çünkü onu da avval ata-onalar özünü psixik jihatdan azı tərbiyələş kerak. Yine ballarının özgü yapmaydigan qılıqlarına nisbeten derhal nəhayət aşqın inkas qaytırmasdan sen özü turmuzlab inkas qaytırışını ügün öyrəşin lazım. Endi bunda bir narsa var. Biz ata-onalık degan bu ishni yağatçılık yoki tikuvchilik degan bir kasbga o'xshash muomala qilolmaymiz. Ya'ni ata-onalık bizga nisbatan balamiz bo'lsa tabiiy ata-ona bo'lamiz. Bizga nisbatan bir ügünüşü kerak bir kasb emas. Ammo tarixdan buyon va hozirga qadar bu ata-onalık amaliyotda dunyodagi eng muhim, eng qiyin ishlardan birisi. Nurg'un ata-onalar bu ishda yaxshi qilolmay, hatto kasbda muvaffaqiyat qozongan, jiq pul topgan korxonchilar, boylar, hatto ziyolilar bu nuqtada xatolik sodir qilganlar nəhayət. Onda biz farzand tarbiyasi demək, aldı bilan ata-ona tarbiyasi deb o'tib shundami? Bu avval shundan başladı. Aynen, çoğunlardan başladı. Avval shundan başladı. Hiç olmasa hazır biz bu kısmı söhbətdə nurgun gapni deb turishimizda atayın. Ammo eng muhim bir nokta var. Bu ata-onalık ügünülediğin bir iş. Bir jarayon. Mesela bunda deydi, biz bir tilni ügünüş üçün 15-20 kitap tüketəliyimiz hayatımızda. Hatta ondan çık. Bir kasbni ahirga chiqish üçün mesela başlangıç tuluqsuz tuluq oturuq olsak o neçə man saat. Ali mektepki 4-5 yıl vaqt oylasak biz inin neçə 10 kitabını ügünüp yadlab imtihan veririz. Ama dünyadaki en mühim işi olan bir farzand tərbiyələş üçün mən nurgun ata-onalarning birmi kitabını başdan ahir tuluq okup chiqqanligiga ishonmayman. Yani muşunchilik bir ulug' muhim ishni yeterlik bir nima bilan astoydillik bilan muomala qilmaslik bor. Şunu bunu ügüniş lazım, o'qish lazım, bu haqda izdinish lazım. Bunu sebeplayotgan narsa shuni qo'shqim keldi. Bayanma deyildi. Ko'pinchimizda ata-onalarda amanet qo'yish xarakterli tarbiyalash usuli bor. Ya'ni havola qilish. Masalan, yaxshi maktabga bersak, ishtigida, yaxshi ustozga tutqizib qo'ysak, yaxshi bir qorixonaga bersak, diniy sohaga nisbatan. Yoki yana bir qatlamga nisbatan yaxshi bir maktabga bersak, yaxshi obdan tarbiyalaydi deb o'ylab qolamiz. Ammo yeterli emas. Uni yeterli emas ekanligini mush yaqinqi yillarda beshimizdan o'tgan nurg'un ishlar bizga obdan ko'rsatdi, o'rgatdi buni. Chet elga chiqqan nurg'un bolalarimiz otdi. Shunda 6-7 yosh vaqtida oilasidan ajrab, sirtda o'qigan son-sanoqsiz bolalarimiz otdi. Mana hozir biz bu xamanni qayta bir olsak navada. Zaten şu bolalarning bugungi holi qanchalik deb bir tekshirish to'g'ri kelsa, menimcha, ko'nglimizni yerim qiladigan bir vaziyat. Manzil o'tirish qildi shunda. Şuna bu işte cena ata-ona yanıla. Bular bu muhaciretli takım ata-ona. Ata-ona özü tarafı olsa zaten balla kendinden kildi deydigan bir gap var amca. Şuna. Belki Indiyalarning bir meşhur maqal temsili barken o'tgan o'qidim. Bir balni bir yezi terbiyelaydi debdi. Mesela bizim an'anaviy muhitimizda amaliyotda mesela biz kichik vaqtimizda eslasak bir yezida cho'ng bo'ldik. Shu yezi muhitining ichida biz hech bo'lmasa axloqiy jihatdan topdan chiqib ketmay cho'ng bo'la olamiz. Bizning çoğanlarımız, çoğanlarımız var, tuqqanlarımız var. Bir mahallenin içinde hem öyle tanış biliş. Ama chet elga çıktık biz muhacirette. Ameliyatda biz xuddi bir denizden çıkıp ormanlıkta yaşashga mecbur olgan bütünlüğe bir yeni muhitga kelgan. Bunday holatda bizning har bir masalani boshdan boshlab o'rganishimizga to'g'ri kelyapti. Tunishga to'g'ri kelyapti. Bunday ahvolda biz yana buni vatandagi tajribalarimiz bilan chet elga tatbiqlay olamiz deb o'ylab qilishni biroz saddılık. Şunlaşqa jip o'qishimiz lazım. Bunu bir mesele süpütede her bir ata-ona tadqiq qilish kerak, izlanish kerak. Bunda oson ish emas. Qisqacha o'tdingiz hozir endi bal tarbiyasi ata-ona ruhdan muhim. Aldı ata-ona o'zini tarbiyalash kerak deb. Hozir asl bir masalani o'tirib qo'ygan bo'ldik. Endi siz nimalarni tavsiya qilasiz bu to'g'risida? Balki hozir biroz burun deb o'tdingiz, ba'zi javoblarni tepishib bo'ldi. Konkret vaqt qildi. Agar xulosa qilish to'g'ri kelsa, birisi tunish jihatdan, bugungi bizning vaziyatimizni favqulodda bo'lg'achqa, men o'ylayman, barliq chet eldagi Uyg'ur bir favqulodda hayot pardasiga olinishi lozim. Shu nuqtadan qaraganda, har bir ota-ona nisbatan farzand tarbiyasi nuqul bir bolani yaxshi tarbiyalab qo'yishlar emas, kelgusida shu vatanni qutulishga asqatadigan bir jangchi tarbiyalayman degan bir yuksak tunishni tarbiyalash lozim. Hech bo'lmasa bu tunish uni bir kuch-quvvatga yiqildi. Uni nishonini aniq qildi. Ikkinchidan, shuni loyiq izdinishni o'rganish kerak. U onama dadama qilish kerak. Bu herkes dadaning ishi yoki onaning ishi emas. Ya'ni boshqa tashkilotlar cho'nlarning ishi emas. Shunda bu masalan
Falan dernek müdahale iş gerekti, yesne iş gerekti, açmadı şu bizim ballarımız yolun iş gerekti deyiş, bu fevkalade kapak başlık. O aval bizim balımız. Yani sana verilgen amanet. He, o Allah Teala bizge verilgen bir amanet, bizim mülkümüz mi emez hatta o. Bu amanet Allah'ın aldıda kıyamette biz başka nimetlerden kanda sorulgan bolsak, muşa amanette mi okşa sorayımız. Üçüncüsü, ata-analar, er-xotinlar özü arasındaki münasibetini nəhayət yaxşı tutuşu lazım. Hem bazı biz fevkalade bir psikik besim aslında yaşavatımız. Hem de biz psikik besim aslında yaşavatımız, derdimiz, azabımız eğirle, biz bu derdimizin, azabımızı, biz o uyumuzdaki güçümüz yitidiğen ballarımızın ilişimiz, keyfiyatımızda ballarımızla çetişimiz, o da ne bir nəhayət, naçar aile muhitinde yaşaşkın mecbur kılışımız, o mu bizim? Çok hatalı. Çok hatalığımız. Çünkü er-ayal arasındaki münasibetinin naçarlaşışı, yani naçarlığı, umumda tədqiqatına ait ispatlanma bir nərsə, balların psixik sağlamlığı qıla təsir göstərməsinin məktəbdəki dərs nəticəsiyim. Zor təsir göstərdi. Dördüncüsü ata-analar, balları ilə tək ügünüş gerek. Mən şunu da öyləyim. Vətəndə mən bir anının hikayesini anlayan, şunu əslətkim geldi. Mən bir sözləp bəgən benim. Xotəndə şəhərçide balısını məktəbdə birinci sınıfı bəgəndən keyin üzü kök taslatıdığan bir ana. Savadı yox. Amma birinci sınıfı bəgəndən keyinla o balısını yaxşı oxutuş üçün şu birinci sınıfın dərsini üzümü oxuşu başladı. Üzüm oxub, matematikini ügünüb, edebiyat ügünüb, grammatikini ügünüb, başlanğıcı püttürüb boğucu ballarının dərsini balası bilen billi ügünüb, billi yetekçilik qılıb, şu balası məktəb üçün yaxşı oxuğandı. Şunda söz gəldi. Hazır bizim atalarımızdan başka iş yok. Muş işi kılmayı demiş kıldı. Oğlum ügensun, Türkçü ügensun, ballarının derslerini sorab gelsin, düşüneleydiğen seviyeye yetiş, unçuana eğir kıyın işe meselesidir. Ve bilmeydiğen gep bilen, biz bu hesaptın kutlamayız. Bilmeydiğen diye vaktimizde Allah kıyamette, ben sana oku diyen o der sorsun deyimiz. Ben açık bu tavsiye ederim, yeterli bir şey bu. Tabi öttünüz yani bu devamlı ilmi metotlarını da bitirdi. Al böyle şu bizim bir üzümüzünki terbiyesi karap çık. Al böyle üzümüzünki. Doğru. O meselenin tapkanlığı ki anında. Üzümüzü özgürlükle vaktimizde şu usulümüzle. Belki mənim derecede bir ilim girişlerinize karayım ben. Şunda. Yani al böyle üzümüzün bir karap çık. Şunda. Çünkü ata-ana en destekli ustazı, ballarını, biz ata-ana deyimiz. Nəhayət köp tekrarlanan bir iş bu. Ama biz ata-analar əməliyyatda ballarımızı yeterli bilgi bulamayız. Mənim ata-analar soraydı. Qanday qılsam balamni kitapga qiziqtira olayman dedi. Siz okumuşsunuz ya. Ata-ana özü kitap okumaydı ama onun hissiyatı ballarını kitapga qiziqtirishdi. Ata-ana özü vatanperver emas yeterlik. Özü vatan üçün yeterlik vaqtini sərf qilib kurash qilmaydi. Amma ballarının ait vatanperver bir bala bo'lishini emas bo'ldi. Ata-ana özü telefon kelsa, masalan, ada sizlar qayerda desa, nurg'un ata-ana ballarning yanında agar o'zi uyda bo'lsa, men yo'lda yeniga mangdim deydi. Ama yandaki balı bunu anlaydı. Ama bu atanın balısına ne deydi? Yalgancılıkla naydı, yaman işkerlikini sözleydi. Bu balık dadısının yalgan etkanlığını hazır anladı. Demek dada bunda diyen bile bu yalganı hiç unçurlar. Katıraşemezken bu dedi. Biz ballarımızga dada bana keşte şakilat ağaç keyken desin, nurgun atanı mağul demiyordu. Ama keşte ekemedi. Şuna ballarımız kadar öyleydi. Bu çoğunlarının ballarına kılgan vədisi hiç demek hesap etmez ki. Yani başkalarına bəgən vədide makul degen gep onçalar kıymetli, kadirlik yapamaz ki. Tuturuksuzluk başka öyle ki. Ama biz ballarımızın vədide turuş, vaqt pırayıqlı şəklində yok ortalarımız. Öyle bakma bu xil ziddiyetlik şirketlerimiz bilen biz ballarımızı kandama, biz kütken şekilde terbiyeleyemiz. Diginimiz daha doğru. En aval özümüz Adem bulumuz. Anladık ki Adem bolsak ballarımızı bizge oxşaş Adem buldu. Yani işte gep bilememiz, eminler gep bilememiz. Çünkü bunun adı psikolojiydi ama tədqiqat nəticəsində ötken nəslər var. Albert Bandura da bir dağlıq psikolog var mı? Onun ictimai biliş, yani ictimai biliş nəzəriyyəsi də bir nəzəriyyəsi var. Yani social learning theory. Bunun mənası balalar çoğunlarını təqlid qilish arqılıq nimiş qilishi ügündə o deyil. Yani ad deyilsəm. Onun bir təcrübəsi var, bunu Konkurt sözləşinə yazıb oraya. Qısqartqanda şu, yani balalar nimenin toğra, nimenin xatalıqını, nimenin qilishqı tegishlik ish yoki nimenin qilmaslikqa tegishlik ish ekanligini o'zini boqquchilarning ish harakatini kuzatib shuni taqlid qiladi degan nazariya. Evet. Yani biz doğruydu. Mesela her bir ata-ana belki
o'qish tarixi yuqori bir professor doktor bo'lolmasligi mumkin. Lekin men bolalarni men yaxshi maktabga beralaydigan puli sichiq boy bo'lolmasligi mumkin. Ammo har bir ota-ona bir axloqiy jihati durust, gipi tura oladigan bir yaxshi odam bo'ladi. Bolalarga nisbatan shu durust, axloqning ichidagi yaxshi odam bo'lishning o'zi eng yaxshi tarbiya. Eng cho'ng sarmoya. Eng cho'ng sarmoya. Qarindoshlar, bugun farzand tarbiyasi to'g'risida yaxshi bir suhbat o'tkazdik deb o'ylayman. İnşallah keyin qatib suhbatda ko'rishamiz. Xayr xo'sh. Bo'ldi. Rahmat.